Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana bizda molxonamiz bitdi, ish jarayonlari nihoyasiga yetdi. Mana sizlar molxonamizning umumiy razmerlari bilan qancha ketdi, nech pulga tushdi, hammasi bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, molxonamizni uzunligi eniga 950, 9,5 metr. Xo'p, eni molxonamizning eni 5 metr. Xo'p, bu yerga xudo xolasa mana 7 ta bug'ani baylashga sharoit bo'ldi. 7 ta bug'a bemalol turaveradi. Mana rossiyskiy turbalardan qalin turbalarni olganmiz. Mana shu bug'alarga bunaqa qilib alohida ajratib ham qo'yganmiz. Endi molxonamizning razmerlariga kelsak, ko'pchilikni qiziqtiradi. Mana uni odam yuradigan joyimiz oxir bilan devorning orasini eni 85 sm bo'ldi. Oxirimiz mana tashqi bordi 15 sm, oxirimizni ichini eni 45 sm qildik. Chuqurligini 25 ga 30 sm qildik. Uklon bor, 10 sm uklon berdik. Mana oxirida yuvib olsa, ana shu teshigidan chiqib ketaveradi. Xo'p, endi oxirida balandligi g'ish bosilgan, hozir zatirka qilib qum sepib qo'yganmiz. Shunga g'ishlarimiz ko'rinib turibdi. Oxirida balandligi 45 sm bo'ldi, g'ishdan oxir tepasigacha. Mol turadigan joyimiz, asosiy joyimiz eni 220 bo'ldi. Latogimizning eni 30 sm bo'ldi. Mana bu odam yuradigan yo'lagimiz, arava bemalol yuraveradi. Eni 1 metr qildik. Molxonamizga umumiy rasxod shu 9 ga 5 molxonamizga umumiy rasxod 2 etajli molxonamiz. Ikkinchi etajlarni ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi bo'lib, o'sha haqqi-yu materialimiz, boshqasi bo'lib 30 million pul ketdi. Endi bizda ko'p narsa o'zimizda bor, masalan, to'sinliklar, ustunliklar o'zimizda bor edi. Shuni hisobga sal arzonroq tushdi. Agar noldan qilaman desangiz, shu 10 metrli molxonaga deta bir 50 million pul ketib qolar ekan. Bizni kuzatishda davom etinglar, like, podpiska bosishni, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.